yaqinqi mezgillarda izchil dunyo tinchlig'i uchun eng zo'r tahdid deb qaralayotgan kuchlarning ichida bosh ratdan o'rin olganlar Rossiya va Xitoy bo'lib, buningga qaytarilgan eng tipik inkaslardan biri Xalqaro jinoiy ishlar sotining 2023 yil 17 martda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ustidan tutish buyrug'i e'lon qilishi bo'lgan edi. Oradan bir yildan ko'proq vaqt o'tganda, ya'ni 2024 yili 12 iyulda Gollandiyaning Den Haag shahridagi hukumatsiz fuqaroviy sud bo'lgan Dunyo fuqarolar sudi Shi Jinping ustidan tutish buyrug'i e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro urush jinoyatlari sobiq bosh elchisi Stephen Rapp, Janubiy Afrika hukumatining bosh sudchisi Zak Yakob, kishilik haqlar advokati Bavani Fonska qatorliq kishilardan tarkib topgan Dunyo fuqarolar sudi har soha kishilari tarafidan xalqning sudi deb ta'riflanayotgan bo'lib, Den Haag shahridagi 8-iyuldan 12-iyulgacha bo'lgan 4 kunlik sudda Uyg'urlar va Tibetlarni asosiy da'vogar qilgan shaklda Xitoy hukumatining qirg'inchilik qilmishlari tafsiliy qarab chiqildi. The prosecution alleges that President Xi Jinping had the requisite intent and knowledge for the crimes of aggression, the crimes of genocide and crimes against humanity. Sud tartibi xuddi boshqa sudlarga o'xshashla aybdorning jinoiy qilmishlarini bayon qilish, buning isbotlarini ko'rsatish, shuningdek aloqador qonuniy moddalarni tatbiqlash shaklida davom qildi. In Xinjiang, the prosecution alleges that these attacks were highly organized and systematic, using state apparatus. Bu jarayonda Uyg'ur qirg'inchiligi, lager sistemasi, millionlagan Uyg'ur sabiylarining oila judoligiga giriftor bo'lishi qatorliq jinoiy qilmishlar hamda Shi Jinpingning bu bir yurish jinoyatlarda o'ynagan roli o'xshamagan mutaxassislar, shohidlar va olimlarning og'zidan bayon qilindi. Xi Jinping makes statements saying how the transfer If you look at page 20, Uyg'ur diyoridagi lagerlarni eng sistemlik tekshirgan kishilardan Dr. Adrian Zenes Uyg'urlarning millionlab lagerga qamalishi, zo'r turkumda uzun muddatlik qamoqqa hukm qilinishi, sistemlik qayta tarbiya bosqichidan keyin Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishi, turmalarda va lagerlarda qilchimi rahim shafqat qilmaslik asosidagi bostirish va osmonasiya urinishlarga yam bo'lishida birdek Shi Jinpingning bosh qo'mondonlik rolini o'ynaganligini tafsiliy bayon qildi. Xi Jinping himself in document number 2 from May 2014 said that ethnic groups should be put to company work because large number. Uning qarashicha, Uyg'urlar duch kelayotgan barliq fojialarning bosh loyihalaguvchisi, yetakchisi va eng oliy nazoratchisi Shi Jinping hisoblandi. Changes and blending or mixing and melding, this is a term that we see a lot in terms of Uyg'ur jamiyatida uchrayotgan zo'r tutqun va lager sistemasi, shuningdek majburiy emgak temalari bo'yicha muhojiratdagi Uyg'urlardan Abdurahim G'ini va Gulbahor Xaytovaji guvohlik berdi. Bo'libmi ularning o'z urug' tuqqanlari duch kelgan tutqun hamda buningdagi xoni vayronlikning navbatda butkul Uyg'urlar uchun o'rtaq qismatga aylanib qolganligi haqidagi bayonlar sud zalini sukutga cho'mdirdi. Sud mahkamasining sudchilari Xitoy hukumati sodir qilayotgan jinoyatlarning xalqaro qonunlarga qaysi darajada xilof ekanligi, buningga tegishli jazo berishning zarurligi qatorliqlarni bayon qilib kelib, Uyg'ur jamiyatida sodir bo'layotgan jinoyatlarni buningga taqqoslab chiqdi. Shu qatorda sudchi Jonathan Reis nuqtaliq qilib, Uyg'ur diyoridagi jinoyatlarni sharhlab o'tdi. He says that this was encouraged by central Chinese government. It was according to Chinese government policy. Bo'libmi Xitoy hukumati ijro qilayotgan terrorlik va oshqo'llikqa qarshi turish nomida Uyg'urlarning til, madaniyat, diniy e'tiqod sohasida qanday vayronchilikqa uchrayotganligi, keyingi avlod Uyg'ur o'smirlarining xitoylashtirish urinishining qurboni bo'layotganligi, lagerlardagi vahshiyona qiyinliklar, mushu ishlarning hammasilar birdek Shi Jinpingning bevosita yo'l yo'rig'i bo'yicha bo'layotganligini ko'p taraflama nuqtalardan sharhlab chiqdi. As part of a widespread systematic attack. Shu tariqada bu qatimqi sudda o'tirg'a qo'yilgan ayblashlar bir necha jihatdan Shi Jinpingga markazlashdi. Bosh sudchi Stephen Rapp bu vaqtda xulosa so'zi qilib, Xitoy hukumati ijro qilayotgan bu siyosatlar bir butun xalqni yo'qotishni nishon qilgan. Buning o'zi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdir. Bu jinoyatlarni sodir qilguvchi dal Shi Jinping dedi. The Muslim Uyghur community. The count of genocide, obviously count 5, have been very clearly established,
contrary to, of course, Article 6 of the... Bu qatimqi sotning xulosasi sifatida 12-iyul kuni Xi Jinpingning tutish buyrug'i e'lon qilindi. Tutuş buyrug'ida Xi Jinpingning Uyg'ur va Tibet xalqlari uchrayotgan qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning bosh javobgori ekanligi, shuning uchun uni tezdan qo'lga olib sotlash lozimligi ko'rsatildi. Shu qatorda Uyg'urlarni qirg'in qilish, ularning barliq erkinligini bo'g'ib tashlash, qiz-cho'qillarni majburiy tug'ilmas qilib etish, oila judoligi va majburiy emgak qatorliq 8 turlik mazmun alohida ta'kidlandi. Sotning Xi Jinping haqidagi tutish buyrug'i e'lon qilingandan keyin xalqaro zo'r ta'sir qo'zg'adi. Shuning bilan birga buning o'z navbatida dunyoning Xitoy haqidagi qarshida qanday o'zgarishlarning bo'layotganligini ko'rsatib beradigan bir muhim burilish nuqtasi ekanligi alohida ta'kidlandi. Bu qatimqi sotga ishtirok qilgan Uyg'ur faoliyatchilaridan Abduvali Ayubning radiomizga bildirishicha, bu qatimqi tutish buyrug'i reallikqa uyg'un keladi. Bu qatimqi fuqarolar sot mahkamasining Xi Jinping ustidan tutish buyrug'i chiqarilishi reallikqa men uyg'un deb qarayman. Buning reallikning birinchi qadami deb qarayman buning. Xitoyningki BDTga a'zo bir davlat bo'lish sifatida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan ekan. Bu jinoyati sud tarafidan hukm qilib chiqarilgan ekan. Xi Jinpingga bundaq bir tutish buyrug'i jo'qim chiqarilishi kerak. Buning reallikqa yaqin qadami dal xalqaro jinoiy ishlar sudida sudchi bo'lgan Putinning ustidan hukm chiqarishga qatnashgan kishilarning bu sudda sudchi bo'lganligi. Ondan bu suddagi advokatlarning dunyodagi irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat degandek muhim sudlarda advokat bo'lganligi. Ondan bu soddagi taftishlarning xalqarodagi insoniyat duch kelgan zo'r masalalardagi sudlarga qatnashib inovat qozonganligi desak bo'ldi hamda. Abduvali Ayubning qarashicha, Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan fojialar navbatda unutulish qarab yuzlanayotganda bunday bir ijobiy qadamning elinishi haqiqatan odamni xushal qiladi. Shuning uchun bunday bir buyruqning e'lon qilinishi o'z navbatida haqiqatning Uyg'urlar tarafdan ekanligini jalliq namoyon qiladi. Men bu sudningki ichilishini va bu hukmning chiqarilishini aytib bir ijobiy, muhim bir qadam deb bildim. Masalan, burun mayli Amerika hukumati chiqargan hukmni bo'lsin, bu hukm optimum rayon darajalik rahbarlar, ya'ni Xitoyningki tuzilmasi bo'yicha bo'lsa, ülke darajadagi rahbarlarga otilgan. Masalan, Wang Mingshan, ondan Chen Chongguo, ondan Shuhrat Zakir, Zhou Hailun deganlarning ustidan hukm chiqarilgan. Lekin Xi Jinpingning masalasi tilga olinmagan. Asli bosh jinoyatchi Xi Jinping edi. Bu irqiy qirg'inchilikni boshlagan Xi Jinping, buningki ijrochisi albatta Xi Jinping edi. Bu qatim Xi Jinpingning tunji qatim bir sudda jinoyatchi sifatida hukm qilinishi, uningga tutish buyruq chiqarilishi bu xalqaro jamiyatga bir ogohlantirish berdi. Xalqaro jamiyatga bir rahimsiz, ular qabul qilmasa bo'lmaydigan amaliy, obyektiv bir reallikni sunadi. Ya'ni jinoyatchi Xi Jinping. Bu boshqa g'arb davlatlarga shunday bir signalni berdi. Yani cinayetçi bir yerde Xi Jinping. Bu signal elbette siyasi yollarını uyg'otdi, xalqaro jamiyatni uyg'otdi, xalqaroning diqqatini bu qirg'inchilikning bosh jinoyatchisiga markazlashtirdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur sud ayni vaqtda 2 dunyo urushi mazgilidagi urush jinoyatchilarini sudlagan Nuremberg sudining sobiq taftishi Benjamin Frank va Nobel tinchlik mukofotining sohibi Oleksandr Matveychukning iqtisodiy yordam bilan qurilgan. Bu sud mahkamasi 2023 yili 24 fevralda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ustidan tutish buyrug'i e'lon qilib, oradan bir oy o'tganda Xalqaro jinoyat ishlar sudi bu vaqtda rasmiy tutish buyrug'i e'lon qilgan edi.